Qadrlarimiz yana kollagen keldi yangichasidan. Bu sakura gulilik kollagen. Mana hozir ko'zlaringizni oldiga bu kollagenni ochib, sizlarga foydali tomonlarini aytib beraman. Kollagen inson organizmida soch to'kilishi, tirnoqlar sinishi, holsizlik kuzatilayotgan bo'lsa yoki teri salqish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, yuqori sifatli oqsil hisoblanadi. Mana kollagenimiz, yangicha kollagenimiz xuddi shunday ko'rinishda, mana butilchkalarda har biri bitta butilchkani ertalab, nahorda shunday olib to'liqligicha ichiladi. Ichida xuddi shunday 10 ta bor. Xullas, bu kollagenni ichgandan keyin sizda charchoq holatlari, tirnoq sinishlari, soch to'kilishi, terida qarish jarayonlari ketayotgan bo'lsa, organizmda, hujayrada qarish jarayonlari ketayotgan bo'lsa, bularni bartaraf qilib beradi. Siz ham ichkaridan yosh va tashqi tomondan yosharib yurasiz. Doim go'zal bo'lib yurishga hamma haqli. Shunday ekan, Greenleaf'da sakura gulilik kollagenlarimiz mavjud va mana bu milligramga ahamiyat beradigan bo'lsangiz 18 ming milligram. Bu juda yuqori sifatli kollagen degani.